qiziqish, umuman bu sohani rivojlantirish bir fikri qachon paydo bo'ldi? Mana bugungi kunga kelib, qo'y qorangizda qancha qo'y bor, qancha daromad qilyapsiz? Hop, shu aqdagilardan bo'lsa qo'ydi, xudo xolasa 14 yoshimdan beri qiziqishim bor. Mana shu faqat qo'y ichida yuramiz. Hozirda 21 ga kirdi. Shu bugun 21 ga kirdi. Masalan, sizlar ham bilmayman, bostirib eminni tug'ilgan kunga kelganmizlar. 21 ga kirdi. 14 yoshimdan beri mana shu qo'y sohasiga qiziqaman. Hop, qiziqish nimadan paydo bo'lgan? Buni qanaqa qilib ko'paytirdingiz? Foydasi qanaqa chiqadi? Parvarishlash bu mana shuncha shogird tayyorlab qo'yibsiz, o'zingiz yosh bo'lishingizga qaramay, shularni aytib bering. Hop, biz endi men 9tadan boshlaganmiz. Boshida 9 dona qo'ydan boshlaganmiz. Hozir xudo xolasa 450 bosh, 500 boshga davr boqib mana shu daromadni olamiz. Oyma-oyiga chetga chiqmaymiz. Daromad faqat shaydan. Qo'limda shogirdlarim bor, ishchilarim bor, xudoga shukr. Juda ko'p ishchi kuchlarim bor-da, masalan. Bundan ortiq ish o'rnini yaratganman mahallada. Tengdoshlarim, o'zim tengi yoshlarim shu yerda ish bilan ta'minlangan deng. 15 ga yaqin ishchimiz bor, xudo xolasa. Ishchilarni masalan mana shu jalb qilib tayyorlab qo'yganmiz, xudo xolasa. Faqat qo'y boqlari mana shu yerda. Qo'ydan, faqat daromadimiz qo'ydan. Qo'y endi masalan uni qo'y boqayotgan odam veterinariyadan ham xabari bo'lishi kerak, to'g'rimi? Uni boqish, kasalliklarga qarshi emlash, uni qandoq semirtirish, undan qandoq daromad qilish, go'shtga qandoq beriladi, boqilayotgan qo'ylarga, sog'liq yoki qo'chqor bir narsa bilim bo'lishi kerak. Bu boradagi tajribangiz qanday qilib oshadi? Bunda masalan men o'zim veterinardan bir xabarim yo'q, o'qimaganman, lekin qo'yni hamma yog'ini tushunaman. Kasal bo'lsa, qonni og'risa ham, boshi og'risa ham, isitma chiqsa hamma yog'ini masalan ichida yurganmiz-ku, qo'yga qarab ko'z bilan bilib oladigan darajaga yetib kelganman. Ko'z bilan masalan qayta og'riyapti, og'riq bormi, masalan shikast yegan yerda bo'lishi mumkin, ichida bo'g'oz qissa, hamma yo'g'ini ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab bilib olamiz. Endi qarang, bir yilda masalan boring 2 oyda qo'ylarni almashtiradigan bo'lsangiz, u qancha bir daromad, o'rtacha daromadingiz qancha? Mana shu qo'ychilikning orqasidan mana dadamga salondan avtomashinalar berdim. Mana yaqinda o'sha umra sayohatiga jo'natmoqchiman deng. Keyin buni parvarishlash usullari, agrotexnikasiga ham to'xtalik. Parvarishlash, yemlab boqishlik. Qo'ydan qanday qilib daromad olasiz? Daromad biz oyma-oyiga, masalan, semirtirib boqamiz. Faqat sovuqda sovuq boqiladi. 2 oy. 2 oy mobaynida 60 kun yetiltirib boqamiz, qassobga chiqaramiz bilmaydi. Qo'y o'zini sotib ham daromad qilasiz-ku? Qo'yni o'zini 6 soat qilib, mana shu birinchi oldin masalan 2 yil, 3 yil faqat qo'y boqqanman. Qo'y boqib daromad qilganman. Hozirgi vaqtda 6 soatda nimaga? Qo'yni bilamiz, parvarish, hamma yo'g'ini masalan olib kelish, qanday qo'yni olib kelib, qanday qilib boqib, masalan daromadini aniq chiqarib beramiz. YouTube kanalimda o'zim YouTube kanal ochib, reklama qilib chiqarganmiz. Undan keyin masalan obunachilarimiz O'zbekistonda har yerdan biz tanishadi. YouTube kanalimda ham ko'rishadi, masalan YouTube'da juda ko'p tanilganmizda o'zimizga yarasha. Ularga masalan sinovdan o'tgan 40 ta deydimi, 50 ta deydimi, keyin shunaqa qilib hammani faqat qo'y bilan ta'minlab faqat 6 soat qiladigan bo'ldi. Hozirgi momentda faqat 6 soatda olib kelamiz, sotamiz. Demak, vodiyni viloyatlardan ham kelib olib ketishadi, shularni ayting. Vohalardan ham. Masalan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, masalan eng uzoq Xorazmdan kelgan. Endi undan uzog'ida masalan kelishmagan. Xorazmdan ham kelib qo'y olib ketishga masalan kelishadi, onlayn ko'rishadi, YouTube'da kelib ko'rib, tanlab yoqqandan olishadi. Masalan 500 ta 600 ta qo'y tushirsak bega 20 ta kerak bo'ladimi, bitta kerak bo'ladimi, 10 tani kelib ko'rib tanlashadi, ajratsa dastavkalarimizni qilib beramiz. Yeb-ichlarga bir haftaga kafolatini berib, undan keyin chiqaramiz. Uni tayyorlash jarayoni masalan tayyorlab 2 oyda semiradi buni. 2 oyda semirtirilsa 6 soatda masalan sotishga davr xalqi beramiz. Nimaga? Bizda klientlar bor, sotishga ham. Qassoblarimiz naqda masalan kimdirlar bilmaydi. Ayol kishilarga beramiz qo'ydi. Erkak kishi bo'lishi mumkin, masalan nogiron bo'lishi mumkin, yosh bo'lishi mumkin. Juda ko'pchilikga chiqarganmiz. 6 soatini qo'limizdan kelganicha qilib beramiz. Sababi bizda 6 soatga sharoitimiz bor.
qo'shiqlarimiz bor. Qo'yimiz yetildi deb telefon qilishadi, Telegramdan tashlab bersa, undan keyin qo'shiqlar jo'natib, sotib beramiz. O'rniga yana sirazi qo'y qanot beriladi. Endi daromadingiz haqida aytmadingiz. Avtomashinani bo'lganingiz orzularingiz. Orzularimiz, Xudo xolasa juda ko'piga orzularimizga yetishdik. Hozirgi vaqtda avtomobil sovg'a qildim, Xudoga shukr. Niyatim bor edi. Birinchi niyatim. Dadam. Mana shu qo'ychilikning orqasida topgan daromadimdan otamga avtomashina sovg'a qildim deysiz. Shu qo'ychilikning orqasidan topgan daromadimga, dadamga, otamga avtomobil sovg'a qildim. Birinchi orzuyim shu edi. Inshaalloh orzuyimga yetdim. Endi kelgusidagi orzularimiz Xudo xolasa sizga hojilarga jo'natish. Xudo xolasa jo'natamiz. Umra sayohatiga jo'natish orzuyimiz bor. Rahmat, sog' bo'ling. Oddiy daromadim ro'zg'orga uchmuch bo'laveradi. Endi mana qo'ychilikka qiziqishimiz boshida o'zizlar 9 ta qo'ydan boshlagan bo'lsak, bugun o'sha mana qo'y qo'ramizda 500 tagacha qo'y sig'dira olish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu nima? Intilish kerak. Hamma sohada ham mehnat qilish kerak. Halol mehnat qilsangiz, daromadingiz shunga yarasha bo'laveradi. Endi meni ishim mana o'g'lim davom ettiryapti, ustoz shogirddan o'tibdi deb bu ancha kuchaytirdi deysizda. Mikrofon bitta burg'a ko'taring. Ushlamayman, men ushlayman. Menga qarab gapiring. Shodbek aka, mana hozir shu qo'ychilikni daromadidan xonadon bir farovon hayotga erishdi. Bu degani oilada farzandlarni mehnatga o'rgatganingiz. Oldin nima ishlar bilan shug'ullangansiz? Mana hozir endi qo'ychilik yaxshi ekanmi, xorijda ishlash yaxshi ekan? Yo'q, xorijda ham ishlab ko'rdik. Arang chumush qildim. Ro'zg'or. Ro'zg'or endi shuni ketidan Xudoga shukr, hamma narsaga erishyapti. Mana qo'ychilikni boshlab yomon bo'lmadik-dek. Qo'ychilikda yo'q. Ayting, qo'ychilikni boshlab yomon bo'lmadi. Qo'ychilik boshlab yomon bo'lmadi. Aha. Mana hozir qo'ylarimiz, qo'y qo'ralarimiz mana tomorqam 8 sotix tomorqam bo'ladigan bo'lsa, hammasida qo'rada qo'y boqiladi. Daromadimiz shunga yarasha. Mana hozir avtomobilni olyapmiz, yaqinda to'ylar qilamiz, uylarimizni remont qilyapmiz deng boshladik. Xudo. Qo'ychilik ketidan mana daromad olib, uylarni remont qilyapmiz, to'y qilyapmiz. Mana Xudo xolasa to'y qilamiz. Endi bu o'g'lingizni mana shu sizdan olib o'sha bilimni, shu tajribani olib sizdan o'zib ketgani bir ta'jablantiradimi? Nima deysiz? Ta'jablantiradi. Endi bu hammasi halollikka, to'g'ri so'zlikka, shuni o'rgatib qo'ysa bo'ldi farzandga. To'g'rilik, halollik, mehnat shu. O'sha farzandlarimni mehnatkash qilib tarbiyalaganimdan, shu o'zini maqsadiga, orzusiga erishib, mana shu darajaga yetgandan men albatta mamnunman. Shu holatga kelib o'g'illarim mehnat ketidan shunchalik bo'lib daromad olayotganidan xursandman. Sog' bo'ling, rahmat. Oya keling. Bular faqat 2 million 600 ming so'mdan tanlab olishga sotilyapti. Yegich zo'r, aybi nuqsoni yo'q. Mana akalar Boburjon Trezolga chiqmoqda. Televideniyaga. Bir haftaga yegichi sog'lig'iga javob beriladi. Bemalol. Qo'ya olaman Azamjon. O Boburjon. Namangan kanalida Azamboy kuchayib biz ham mana YouTube'lardan Trezollargacha yapmiz. Trezollarga mana. Obunachilarimizni qo'llab-quvvatlayotganlarda Azamboy vaqtinchalik kuchayib, Xudo xolasa mana. Televideniya, Trezollar. Ishini bekitib qo'ying, ishini. Trezollarga chiqmoqdasiz. Trezolga chiqyapmiz. Mana. Azamboy o'sha maqtovdan qo'ylarimiz ko'rdingizmi? YouTube'ingizda ham unisi bu, bunisi bu deydi, Trezorga olishyapti. Eng zvezda qo'ylar. Mana Trezolga chiqmoqda. Mana. Endi nimaga Boburjon bunday qilib kiyim ol desangiz, televideniyaga, masalan. Televideniya. Hop. Mo YouTube'ga chiqqanimiz yo'q-da, sal. Ha. Kiyim olganda edi. Mana. Chiroyli qilib kiyinib chiqdilar. Mana. O'sha zvezda qo'ylar, lekin bular Azamboy sotilgan. 49 ta qo'yimiz. Hop. 49 ta qo'yimiz Toshkentga sotilgan. Hozirda qo'yimiz yo'q. Boridan bor, 5 dona bor. Orqangizda turibdi, sariq rangli. Sariq rang. O'tib o'zim ko'rsataolmayman. Bemalol o'tib ko'rsatishingiz mumkin. Bo'ldi, gap yo'q. Gaplashtiravering. Namanganliklar kanalidan chiqadimi bu? Namangan. Namanganliklar kanalidan chiqadi. Televideniya. Televideniyasida endi
qachon chiqishini bilmaymiz, lekin ma'lumotlar berib o'tdik. Ertaga bo'lmasa endi chiqadi. Ertaga bo'lmasa indinga chiqadi. Mana. Xudo xolasa. Azamboy, bular 2 million 500 ming so'mdan Toshga yangi yo'lga sotildi. Toshga yangi yo'lga. O'zi hamma qo'yimizda, masalan, bu yerda soni ko'pmasdi-yu. Hop. Qo'y o'tgani yo'q, o'zi kelgani yo'q. Hammasini sotdik, xudo xolasa kechki salqin 4-5 larda yuklab chiqarib yuboramiz. 4-5 larda yuklab chiqarib yuborlar. 2 million 500 mingdan sotildimi bular? 500 ming so'mdan 49 soat sotilgan. 49 tasi 2 million 500 mingdan sotilgan. Mana. Endi televideniyada olamiz deyishadi, ularga yana boshqa tadbirni qo'yib beryapsiz. Reklama emas. Reklama emas. Prosta, ha. Biz reklamaga ketamiz. Tomosha. To'ylarimiz emas, ha. Tomosha. Tomosha. Bo'ldi. Mana keling. Ag'ada Azamboy, ana shu yerda 5 dona qarang. Hop. Sotiladigan soliqlar. 5 dona, ha. 5 dona sariq Edilboydan deydi-yu, Arashan Edilboy deydi-yu. Hop. Xohlasa yaxshisidan qochov o'tmay qoldi. Necha puldan Bobirjon bular? Bularni 3 million 200 ming so'mdan dastavkasi bilan olib borib tashlab beriladi. 3 million 200 mingdan. 3 million 200 ming so'mdan. 3 million 200 ming so'mdan kelaman bular. Olaman deganlarga 5 dona qisir hozir. Telefon nomerini qo'yib ketaylikmi? Telefon nomerini qo'yib ketasiz. Bo'ldi gap. Telefon nomerini qo'yib ketamiz. Telefon nomerida Azamboy 27 qo'yilmaydi. Hop. Nimaga desangiz, biz o'zimiz qo'yga harakat qilamiz. Hop. Boshqa nomer qo'yib qo'yamiz, masalan, bu yerdagi shogirdlarni. Ammo soni ko'p emas. 5 dona xolos. 5 dona xolos. Shuylarni ham ko'ramiz. Mana. Bola olaman deganlarga xudo xolasa 3 million 200 dan, ammo soni ko'p emas. Bitta obuna. 5 dami? Xolos, 5 dona. 5 dona xolos, mana. Yoshlari qanaqa bo'ladi? Yoshlari 3tasini tishi zo'r. Hop. 3tasini. Ikkitasini tishi kattaroq. Ikkitasini tish kattaroq, lekin badani ham zo'r ekan, kelar mana. Badani zo'r lekin. Badani ham zo'r. Ha, bolaga tayyor. Bitta qo'chqor qo'shib. Qo'shta qo'chadi mana shular, ha. Bitta qo'chqor qo'shsa qo'chadi. Kameraga xalaqit beryapsiz. Qo'chqor qo'shsa qo'chadi lekin. Mana. Hozirda tayyor holatda xudo xolasa. Qayerda? Siz o'ting.